Maria Vilan, Shu yerda. Bobby Alcasar, shu yerdaman. Irina Katur. Mana marhamat. Senyorita Alcasar. Bunga oying imzo chekdimi? Albatta. Qiziq. Axir oying bilan hozirgina telefonda gaplashdim. Kasallik, shuningdek, juma kuni darsga kelmaganingdan mutlaqo bexabar ekan. Oyingni maktabga chaqirtirdim. Bunday yolg'on uchun darhol maktabdan haydalasan. Achi, O'qituvchi maktabga onangni chaqirtiribdi deb eshitdim. ha, maktabdan haydashmoqchi edi. Qoldirishlari uchun ota-onam 8000 yevro to'lashga majbur bo'lishdi. Endi baholarimni ham pasaytirib beradi. Unaqada kollejga ham kira olmasligim mumkin. Achi, maktabda chekish mumkin emas. Xullas gap bunday. Shu daqiqadan boshlab o'quvchilaringizdan biriga o'ta yaxshi munosabatda bo'lasiz. Bordi-yu, Babbida biron bir muammo bo'lsa, unda menda ham muammo bo'ladi deb hisoblayvering. Menga qara, vaqtingni behudaga ketkazma. Sendagilarni ko'pini ko'rganman. Ha, darvoqe. Yana bir narsani aytib qo'yay. Diqqat bilan eshiting. Pepito! Hoy, Pepito! Koptoni olib kel. Pepito, bor koptoni olib kel. Pepito! Menimcha bu tentak it bo'lsa kerak. Xuddi xolam itiga o'xshaydi-ya. Topshirdim. Imtihonlarda o'tib olishibdi. Topshirishibdi. Otdim. Tezroq bo'ling, yana boshqa ishlarimiz ham bor. Topshirdim. Men ham topshirdim. Eng yuqori ball bilan Forga a'lo baho qo'ydi. Kiring. Salom. Sizga rahmat aytmoqchi edim. Pepito? Salom. Gaplashib olsak bo'ladimi? Albatta. O'qituvchimga do'q-po'qsa qilibsan. Nimalar qilayotganingni tushunyapsanmi? Meni aldading, Achi. Agar shunday qilsam senga yaxshi bo'ladi deb Men uchun o'ylashni bas qil. Hamma narsaga o'zimning aqlim yetadi. Menimcha bir muddat uchrashmaganimiz ma'qul.